institutda bitirib 3 yil temir yo'lda ishlab yurgansiz. ITni umuman hech narsasini bilmasdi. Afsuslanch bo'ldi. Dars usuli yoqdimi? Dars yaxshi bo'lgan, faqat nazariya emas, amaliyot ham qilganmiz. Ma'naviy tarafdan ozgina yordam berib, podдержка qilib olish kerak, xullas. Ish topish qanday bo'ldi? E'lon berildi, ishxonamda ishchi junior dasturchilar olamiz deb e'lon berishdi. Rezumemni topshirdim. Keyin ular suhbatga chaqirishdi. U yerda sharoit, dars qilishga sharoit yo'q edi. Kimdir kutubxonaga borib qizlar bilan tanishish uchun boradi-da. Juniorga вообще talab yo'q. Ish topish juda ham qiyin juniorlarga. Kirdingiz ishga. Birinchi oyligingiz necha pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Kodingizga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni kodingizda ko'rib turganimdan bog'otda xursandman va bugun xudo xohlasa kodingizdan yangi bitta loyihani boshladik. Bu bizda kichikroq bir podkastga o'xshagan loyiha bo'ladi va bu loyihada hozirda IT sohasida ishlab yurgan, IT sohasida o'z o'rniga ega bo'lgan taniqli odamlarni, mutaxassislarni va o'zimni o'quvchilarimni shu loyihaga taklif qilib, o'sha loyihada ular bilan suhbatlashamiz. Ya'ni o'sha loyihada ular bilan ITga kirib kelish jarayonlarini, ITdagi ish topguncha bo'lgan qiyinchiliklarni va hokazolarni sizlar bilan xudo xohlasa mana shu podkast doirasida gaplashib chiqamiz va ularni hayotiy tajribalarini olib mana shularni suhbatlashamiz. O'ylaymanki, bu loyihamiz barchaga, ayniqsa endi shu ITga kirib kelayotgan yosh dasturchilar uchun juda ham foydali bo'ladi. Hop, bugun birinchi sonimizda o'zimni eng birinchi o'quvchilarimdan bo'lgan Rustamjonni taklif qildim. Rustamjon, podkastimizga xush kelibsiz. Hop, va Rustamjon, o'zingiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Yoshingiz va hozirda qayerda ishlayapsiz? Kimga so'rayman? Menga qarab so'rayver. Assalomu alaykum ustoz. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Men Xush kelibsiz. hozir 30 yoshdaman. Aha. Men hozir yangi texnologiya ilmiy axborot markazida backend dasturchisi bo'lib 3 yildan beri ishlab yuribman. Rustamjon, loyihamizga xush kelibsiz. Siz mana shu eng birinchi o'quvchilarimdan bo'lgansiz. G1 gruppasida o'qigansiz, adashmasam G1 gruppasiga. Xo'p, esingizda G1 gruppasi qachon dars boshlangan? Birinchi dars. 23-sentyabrda boshlangan. Yo'q, adashdingiz. Bu oldin shu suhbatda eslab aytdingiz. 23-sentyabrda emas. Xo'p, G1da o'qigan o'quvchilarimga alangali salomlar. Xo'p, 27-sentyabrda boshlangan G1ga. Sababini keyin videoda oxirida xudo xolasa gapirib beraman. Sabab ham bor-da, aniq esimda qolib ketgani. Xo'p, keyin undan keyin bitta gruppa o'qitganman. U 9-dekabrda, 8-dekabrda bo'lgan. U ham bir o'sha men uchun bir qadrli sanalardan bittasida, aynan o'sha paytda boshlangan. O'sha ham esimda qolib ketgan. Xo'p, qolgan gruppalarni qachon boshlaganim unchalik esimda yo'q. Qolgan gruppada o'qigan o'quvchilar xafa bo'lishmasin. Xo'p, G1 gruppasi o'qigan o'quvchilarga alangali salomlar. Xo'p, xudo xolasa ulardan mana shu nimaga taklif qilamiz. U yerdan rosa qiynalib, ish topib, rosa o'sha darajaga $1000, $2000 chiqqungacha rosa qiynalgan o'quvchilar bor. Ulardan xudo xolasa mana shu podkastga taklif qilib, ulardan suhbatdan olamiz nasib qilsa. Xo'p, Rustamjon, sizga shu qisqa savollarni berib ketsam, avvalambor ITga qiziqish qayerdan boshlagan, qayerdan bilgansiz? O'zi nechinchi yil IT haqida eshitib, o'shanga harakat qilgansiz? O'zim temir yo'l institutini tugatganman. Keyin Xorazmda temir yo'lda ishlab yurganimda meni ishim bo'yicha malaka oshirishga yuborishdi Toshkentga. Toshkentga kelganda kursdoshlarimni ko'rdim, tanishlarni ko'rdim, ITda ishlab yurgan. Keyin shular orqali shulardan so'rab, qanday o'rgansa bo'ladimi deb so'rab, surishtirib, shular orqali kirib keldingiz. Kirib keldim. Zo'r. Hozir mana shu zo'r joyni tez gapirib o'tib ketdingiz. Siz bilan boya suhbatda o'shani aytgan edingiz. Siz уже 1 yildan ortiq temir yo'lda ishlab yurgan edingiz. 3 yil. 3 yil. Institutda bitirib 3 yil temir yo'lda ishlab yurgansiz. ITni umuman hech narsasini bilmasdingiz. Yo'q. Kompyuterda faqat kontrol o'ynardingiz. Yo'q, hech narsa emas. Kontrol o'ynamas edingiz. Zo'r.
Hop, keyin sizni Toshkentga malaka oshirishga jo'natishgan. Mana shu joydan ozgina gapirib bering. Mana shu to'liqroq gapiring, o'sha o'zingiz xohlamagansiz boshida. Boshida men xohlamaganman shu malaka oshirishga borishni. Odam topilmaganda sizni Odam topilmaganda meni yuborishdi. majburlab yuborishgan. Majburlab yuborishdi. Aha. Keyin O'sha paytda necha pullik bo'lardingiz? Sir bo'lmasa? 1 million 200 oylik Bu olardim. 3,5 to'y oldingi gap. Ha. Aha. 1 million 200 atrofida oylik olardingiz. Oldik. Yaxshi. Keldingiz Toshkentga, kursdoshlaringizni ko'rdingiz. Bu yerda ular malaka oshirishga sizni ITga yo'naltirib, malaka oshirishga jo'natishdimi yoki temir yo'l bo'yichami? Yo, temir yo'l bo'yicha. Ha. O'zingizning ishingiz bo'yicha emas. Ya'ni o'zingizning ishingiz bo'yicha. O'zimning IT ishim bo'yicha. Ha, tushundim. Temir yo'l bo'yicha. Aha. Keyin Shu kursdoshlarimni ko'rdim. Ikkita kursdoshim u payt ishlab yurardi. Ular temir yo'ldan ertaroq chiqib ketib, ha. ITda Ular ham chiqib ketgan ertaroq. ertaroq chiqib ketgan ular. Ishlab yurishardi. Aha. Biz backend dasturchisi bo'yicha front-end. Aha. Shular bilan gaplashib, o'rgansa bo'ladi dedi. Keyin Aha. so'rab surishdim, qayerda o'rgansa bo'ladi dedim. Bu PDPni maslahat berishdi. Aha. Ha, o'sha paytda maslahat PDP bor edi, o'sha paytda yonyapti hamma yoq IT. Ha. Boz nechinchi yillar bu? 20 bo'lsa kerak. 20 pandemiyadan keyin edi, to'g'rimi? 21 bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, 20 ni ha, gaplashganingiz 20. Ha. 20 Ha, 20 ni sentyabrda boshlandi. Mayda. Aha. 20-yil mayda edi bu. Ha, bu o'sha gaplashganingiz o'rtoqlaringiz bilan. Ha, tushundim. Zo'r. Keyin Xorazmga ketdingiz. Qaytib Xorazmga ketdim. Aha. Keyin Xorazmdan qidirdim. O'quv markazi. O'quv markaziga. Kimnidir topgandingiz. Kimdir topdim. Aha, o'sha joyni gapiring, aha. U aytdi, kitob o'qib kel dedi. Qanaqa kitob o'qigansan dedi. Kitob o'qimaganman deydi, badiiy kitoblarni. Keyin kitob o'qib kel, keyin ko'ramiz dedi. Hop, nima qildingiz? Boray deb ketordingizmi, kitob o'qib bordingizmi? Keyin qaytdimda kitob o'qidim. Qaysi kitob? Qanday kitob o'qidingiz? Bahor qaytmaydi degan kimniki ekanligini bilmayman. Ular bahor qaytmaydi degan qaysi kitobni o'qib borgansiz? Xo'p. Shu kitobni o'qidim, bordim yana. Keyin tugatdingiz kitobni boshidan oxirigacha. Qancha bir oy ketdi, 2 oy ketdi? Shu 10 kun, 15 kun ketdi. Katta kitob emasdi. Keyin bordim. Keyin yana o'qildida. Hozir ololmayman, ishim ko'p dedi. Aha. Zo'r. Tushunarli. Xullas, vaqtim yo'q deb bahona qildi. Hop, u odamlar siz xafa bo'lmang. Aytishliklarda vaqt yo'q degan tushunchasi to'g'ri narsa. Ulgurmaydi, oilasiga vaqt topolmaydi-da. Yana unisiga ish olib, yana sizni o'rgatish kerak, boshqa qilishga vaqt topolmasligi aniq. Hop, men o'zim shu institut yurgan paytim, men ustoz qidirib yurgan paytim Sherzod Nurjonovga xullas zo'r hozirda O'zbekistonda eng zo'r IT arxitektor bo'lib ishlayaptilar. Men ustoz, ularga katta rahmat. Hop, ularga shu bormoqchi bo'lganman, kursiga borib o'rgating demoqchi bo'lganman. Adashmasam 2 oy yo 3 oy kutganman. Har oy telefon qilib qo'yardim. Ustoz, nima bo'ldi? Menga u gruppangiz ochildim debdi. Keyin ozgina xafa bo'lganman boshidan. Mazgi vaqt yo'q, vaqt ajratingiz kelmayapti, vaqti bor, vaqt ajratingiz kelmayapti debdi. Lekin vaqt o'tgan sari o'zimda shunaqa bo'lib qoldi. Menga telefon qilishadi. Shu o'rgating deyishadi, men vaqtim yo'q deyman-da. Men plan qilib qo'yganman. Dars bera olmayman boshqa deb tushuntirib aytaman. Ya'ni nimalarda, aytishliklarda bu vaqt kamligi bu odatiy holat. O'shuning uchun xafa bo'lmaslik kerak. Xo'p, yaxshi. Keyin Xorazmda o'xshamadi. Urganchda o'xshamadi. Xullas, keyin PDPga qaytib keldim. Toshkentga keldingiz. Yo'q, Toshkentga qaytib keldim. Aha. Toshkentga qaytib kelib PDPga bordim ana. Kursiga. Foundation kursiga bordim. Bordingiz, keyin Foundation kursida 15 kun o'qidim deb bir ay. 15 kun o'qidingizmi, qancha o'qidingiz? 15 kun o'qidim. Ha, Foundation 15 kun o'qidingiz. Nima uchun? 15 kun o'qidim, ustoz uncha yoqmadi. Ha. Bo'ladi, o'rgatish, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy holat. Keyin o'zim mustaqil o'rgandim. Bir ana Java bo'yicha kurs ochilguncha o'zim mustaqil o'rgandim. Ha, Foundation o'zingiz o'rgandingiz. Xullas, Foundationni ustoz bilan o'rgana olmadingiz, o'zingiz mustaqil o'rgandingiz. Ha, shunaqa. Hop, bitta narsa, hozir Toshkentga kelganingizni joyida bitta narsa tashlab ketdik. Siz
ishlab yurgansiz, bilishim bo'yicha siz o'sha paytda uylangan edingiz, farzandli edingiz, Hmm. oilaga olib yurgan edingiz, hammasini tashlab keldingiz Toshkentga. Ha, shunaqa. Qanday bo'ldi? U uydagilar nima deyishdi o'shanga? Tashlab ketaman desam, "Voy bolam boraver" deyishdimi yo, "Mazgi to'xta nima deyapsan" deb nasihat qilishdimi? Uydagilar ish ko'p qo'llab-quvvatlashdi. O'rgansang, o'zgartirsang, kasbni ixtiyoring o'zing deyishdi. Borsang, Aha. bo'ldi, yordam beramiz Aha. deyishdi. Aha. Keyin shu Shunaqa chiqib kelaverdi. chiqib kelardim. Aha. Ha, ishda kerak dedingiz? Men ketdim dedingizmi? Ishdagilardan boshlab 1 oy отпуск oldim. Aha. Keyin yana 2 oy besadajon yozdim. Aha. O'z hisobimdan ta'til oldim-da. Aha. Tushunarli. Keyin oxirida shu bo'shashimga to'g'ri kelib boshladim keyin. Ha, oxirida unga hali Uch oy. kelamiz. Aha. Uch Ha, 3 oy xullas ishdagilarga hozir pauza qilib qo'ygansiz. 3 Ha, oy. uch Ha, oy. zo'r. Yaxshi, keldingiz Toshkentga, bordingiz Web Centerga, foundation yoqmadi, mustaqil o'rganishni boshladingiz. Qayerdan oldingiz? O'sha paytda o'zbek tilida videolar juda kam edi-da. Hozir ko'p. O'sha paytda вообще kam edi lekin. Shu payt YouTube'dan shu Coduz'ni videolarini ko'rdim. Ha, eski videolar. Eski videolarni Aha. ko'rdim. Keyin dasturlashni o'zim Aha. bor edi, Aha. undan o'qirdim. Shu ya'ni backend deb Java kursiga imtihonda tushadigan narsalarni o'rgandimda ko'p. Ha, ha, ha. Shu Ha, siz foundation o'rgandingiz xullas. foundation Aha. o'rganib, shularni ishqilib YouTube'da bor o'zbekcha kontentlar hammasi ko'pchiligini ko'rdimda. Tushunarli. Tushunarli. Zo'r. Keyin tayyorlandingiz, o'qidingiz, kurs ochildi. Kurs ochildi deyishdi. Keyin imtihon topshirdik. Aha. Imtihondan o'tdim. Keyin shu darsga Ha, boshladim. demak, bu yoqda 1 oy o'rgandingizmi o'zingiz, 2 oymi? Qancha o'qidingiz? O'zingiz mustaqil. Shu 1,5 oy 1,5 oycha. 1,5 oy. Keyin kursga. Aynan mani kursimga Xorazmga ham borib keldim, Oraliqda Ha, yurdim. ha, yurdingiz yordam Ochilguncha. Xo'p, kurs boshlandi, Java kursi. Hmm. Aynan mani kursimga keldingizmi yo o'zingiz o'sha случайно deb tasodifiy mani kursimga kelib qoldingizmi yo aynan shu Bobur aka kursiga boraman deganmidingiz? Yo'q, tasodif. Ha, bu ham tasodif bo'ldi. Tasodifan kelib qoldim. Aha. Zo'r. O'zi birinchi shu sizdan boshqa Ha, yo'q. ha, ha. Birinchi Tasodif kelib Ha, qoldim-da. menga ochib berishdi gruppani. Zo'r. Birinchi kun esingizda odam zalda g'lit to'la edi. Anaqa to'la edi. Umuman joy yo'q edi. 27 ta odam bor Ha, menimcha. ha, ha. Keyin anavi keldi, Odil aka, Ha, ha. rahbar kelib, Alisher aka, Odil aka kelganlar, Ha, gapirib, kelib, qilib, motivatsiya berib, Ha. o'qinglar, zo'r domla bu deb shu 27-sentyabrda bo'lgandi o'sha, aniq esimda. Xullas, men tug'ilgan kunim edi 27-sentyabr. Dars qo'yib qo'yishgan edi. Men darsni admin qilmadim, to'g'ri men darsga bordim xullasda. Xullas, mana nimaga nishonlashga borganim yo'q, to'g'ri dars borib dars berib kelganman. Nima uchun? Chunki menga dars berish yoqadi. O'zimga maza qilib dars beraman. Bir qandaydir miya dam oladi, o'zim orom olamanda. O'shuning uchun menga shu yoqqan, shunga ketaverganman. Xullas, yaxshi. Keyin yaxshi, zo'r kurs boshlandi. Qanday edi dars boshlanishi, o'rganish, o'rgatish, usullar, darsda yoziladigan kodlar sizga yoqdimi? dars ustozimiz yaxshi o'tadi. Yo, ustozingiz zo'r bo'lsa maqtash kerak, ustozingiz, to'g'rimi? Hop, keyin darsda nimasi yoqardi sizga? Necha oy o'qidingiz? 9 oymi? 8-9 oy. 8-9 oy. Qanday bo'ldi o'sha? Yo'q, umuman 8-9 oyda dars usuli yoqdimi? Shu esingizda qolgan eng zo'r darslar, darsdagi nimalar esingizda qolgan edi? Dars yaxshi bo'lgan. Faqat nazariya emas, amaliyot ham qilganmiz. Shu nazariya bilan cheklanib qolgan, har xil misollar, keyin musobaqalar o'tkazardik. Ko'p zo'r bo'lgan. Ha, ana shokoladlar, Ha, snickerslar bo'lganmi? sumkaslar bo'lgan. Ha, yutib olgansizlar. Bo'lganmiz. Hop, va har darsda esingizda bo'lsa, biz praksiya qilardik. Ha. Har darsda nimadir mavzu o'tdik, o'sha mavzuga aloqador loyihasi bor edi o'zi. O'sha ishlardik. Ko'p joyda, masalan, bitta mavzuni o'tadi, abstraction o'tadi yoki deylik o'sha polimorfizmni o'tadi-da, mavzu darsning ko'p qismi teoriya bilan o'tib ketadi. Bir 2-3 ta klass bilan ko'rsatib beradi o'sha nimani, mavzuni bo'ldi. Lekin bizda unaqa emas edi. Har bitta mavzuga o'zining loyihasi bor edi va o'sha loyihalarni ishlab, darsda bir qismi ishlardik va homeworkka bitta berib yuborardik, esingizda bo'lsa. Hozir shu
o'quv markaziga borganingizda, ustoz topganingizda mana shu joyga ahamiyat bering. Faqat teoriya bo'ldimi, demak o'tdan qochish kerak. Faqat teoriyadan siz hech narsa o'rgana olmaysiz. Iloji boricha faqat praktika qilish kerak, kod yozish kerak. Keyin dars aniga videoga olinardi. Ha. Darsimiz. Shuni Darsni ko'rardik. videoga olib tashlab berardim. Ha, gruppaga chiqib. Ha. Mana shu videoga olish oxirida band qilib qo'yilgan, man qilib qo'yilgan edi. Lekin men hammasi videoga ham tashladim. Hozirgacha dars joyini bizda o'sha brend developmentdan videoga olib tashlab beramiz. O'quvchilar uyga borib, kimda kelolmay qoladi, kimda kechikib qoladi, shularni olib, o'shalarni ko'rish uchun-da. Zo'r. Yaxshi. Afsuslanish bo'lmadimi? Men qolib yursam bo'lar ekan, o'qishimikan, o'xshamayapsan ekanmi deb ozgina o'sha afsuslanish bo'lmadimi? Shu o'rganish jarayonida, ish topish jarayonida. O'rganish jarayonida afsuslanish bo'ldi. 1 oy, 1,5 oy o'tgandan keyin shu nima deydi, ish topib ketamanmikan degan o'y xayol bo'ladi. O'y xayol bo'ladi, ko'p o'ylardim. Keyin nima qildingiz? O'shanda ishga darsdan chiqqandan keyin siz bilan yo'lda gaplashdik. Men ana esimda darsdan tugatib ketayotganimda siz meni qo'yib yetib olganmidingiz, birga ketganmidik esingizdami? Izingizdan borib yetib olganman. Keyin aytganman-da, men ketaman, o'rgana olmayman deganman. Ish topolmasam shunaqa gaplarni aytganman. Keyin siz aytgansiz, hozir o'qishlaring yaxshi, o'rgana olasan, hamma o'rgangan, sen ham o'rganasan. Nima deydi, moddiy taraflama qiyinchilik bo'lib turgan bo'lsa, o'zim yordam beraman deb aytgansiz. Keyin nima? Keyin xudo xolasa ish ham topib ketasan deb dalda bergansiz. Sizlab gapirgan, to'g'rimi? Qisman esimda, lekin pul haqida gapirganim esimda yo'q. O'sha hozir aytib berganingiz uchun esimga tushdi. O'sha men ketayotganda shu yetib olib ustoz deb gaplashib ketganingiz esimda. O'sha payt aytdingiz, men uylanganman, farzandim bor deb. Shunda aytganman. O'sha paytda bir dildan gaplashgandik biroz bo'lsa ham. Mana shu ana Chorsuvni nimasigacha, chorrahasigacha piyoda gaplashib keldik. Bu holat hammada bo'ladi. O'sha afsuslanish yoki o'sha qiyinchilik ko'rish hammada bo'ladi. O'sha paytda bir ma'naviy tarafdan ozgina yordam berib, podдержка qilib yuborish kerak. Xullas. Zo'r bo'ladi xohlasa, o'zingga ishon. Sen o'zingga ishon degan qo'shib bor-ku, xullas o'sha qilib yordam berib yuborish kerak-da. O'sha payt menga to'g'ri kelib qolibdi. Men sizga o'sha dalda bergan ekanman. Allohga shukr, hozir natijasi go'zal. Nasib qilgan ekan, mana shu joyda mazza qilib ishlab yuribsiz. Zo'r. Yaxshi, ish topish qanday bo'ldi? Ish topish. E'lon berdingiz, e'lon chiqdimi? Qanaqa bordingiz hozirgi ishlayotgan? Adashmasam hozir ham o'sha joyda ishlayapsiz, to'g'rimi? 3 yildan beri bitta joyda. Nima dedi? Yangi texnologiya markazi. Yangi texnologiya ilmiy axborot markazida ishlayapsiz. Ular qanaqa o'tgan bordingiz? O'zingiz borib eshik tepmagandirsiz? Rezyume tayyorlab, rezyume jo'natib, nimalar qilgan bo'lsangiz kerak. E'lon berildi, ishxonamda ishchi junior dasturchilar olamiz deb e'lon berishdi. Rezyumemni topshirdim. Keyin ular suhbatga chaqirishdi meni. 2021-yil. 2021-yil. Suhbatga chaqirishdi. Hali kurs tugatmagandingiz. Kursni oxirgi oylari, oxirgi 1-2 oy bor edi. Oxirgi oylar edi. Keyin suhbatga chaqirishdi. Suhbat bo'ldi. Suhbatdan hech qilib yaxshi savollarga javob bera oldim. Yaxshi deyishdi, ish qilib. Keyin 1 oylik stajirovkaga olishdi bizani. Testoviy muhlatga olishdi. 1 oylik. 1 oy. Yaxshi. 1 oy tugagandan keyin 3 oylikka olishdimi yo уже официально qilib ishga olishdimi? Endi 1 oy stajirovka, keyin 3 oy sinov muddati dedi. Sinov muddati. 1 oy stajirovka, demak 4 oy tipa sinov muddati bo'lgan ekan. Shunaqa. Zo'r. Bitta joyi qolib ketdi, dars qilish jarayoni. Siz kvartirada yashagansiz, bitta o'zingiz emas, chalg'uvchi faktorlar ko'p bo'ladi. Qanday dars qilardingiz? Men lenta aylantirib o'tirarmidingiz, bunday qilib. Hozir ko'p o'quvchilar darsga keladi, bunday o'tiradi, bunday qilib o'tiradi. Boshiga piqqa urib, "Mazgi o'tir, nima qilyapsan?" deyman-da. Lenta berilib ketishadi-da. Siz qanday bo'ldi? Sizda qanaqa bo'ldi shu jarayon? Kvartiram bir xonalik edi, 5-6 ta bo'lib turardik. 5-6 ta, Bu yerda sharoit, dars qilishga sharoit yo'q edi. Shuning uchun men
Har kun ertalabdan kechgacha kutubxonada o'tirardim. Aha. O'sha Alisher Navoiy Aha. kutubxonasiga har kun shu yerga borardim. Aha. Shu yerda o'tirib, bu yerda hamma sharoit bor edi. Shu yerda o'rganganman o'tirib. Ha. Keyin bu yerdan chiqib kursga borganman. Kursdan har kun kechqurun soat 11-12larda kvartiraga borardim. Har doim shunaqa edi. Ha, demak, kurs dars bo'lmagan kunlar ham anaqaga borardingiz. Kutubxonaga borib, o'tirib dars qilib. Zo'r. Kimdir kutubxonaga borib qizlar bilan tanishish uchun boradi-da. Qizlar bilan tanishish uchun, gaplashib o'tirish uchun boradi. Lekin yaxshi siz borib dars qilgansiz. O'zingiz mashinadan olgach. Kvartirada sharoit yo'q edi. Yo'q, kvartirada. Demak, faqat yotishga borgansiz-da, to'g'rimi? Men yotishga borganman. Ovqatlanish qayerda bo'lgan? Bu ham shu Yo'q, u yoqda ketavergan. ko'chada bo'lgan faqat. Ovqatlanish. To'g'ri qilgan ekansiz. Hozir kvartirada yashaydiganlar ham ovqat qilamiz birga deyishadi-da, 5 tasi birga magazinga boradi. Bitta non, u bu narsa olib kelsa ham 5 tasi birga chiqib, hammasi olib keladi. Keyin hammasi birga ovqat qiladi. Kimdir qarashmasa o'tiradi u yoqda telefon kovlab. Xullas, ovqat pishirib yeyish jarayoniga 2-3 soat vaqt shunday sarflab qo'yishadi. 2-3 soat juda ham ko'p-da bir ovqatlanishga-da. Men hozir o'sha ovqatlanmoqchi bo'lsam, taomlamoqchi bo'lsam 20 minut, 20-25 minut maksimumda. 25 minutda u yog'i ko'p men uchun hisoblayman-da. 20 minutcha ovqatlanaman, bo'ldi. Yig'ishtiraman, bo'ldi, keyin ishimni qilaman yo boshqa ishimni qilaman-da. Ya'ni ovqatlanishga 2-3 soat sarflash bu ahmoqgarchilik menimcha-da. Siz to'g'ri qilgan ekansiz o'sha chalg'imasdan borib dars qilib o'tirganingiz. Rezultatni ko'rdingiz, natijasini. U kurs tugatmasdan ishga kirdingiz. Sizlarning guruhingizda 50% cha odam ishga kirgan edi. 50% dan ko'proq kurs tugatmasdan turibdi. Ha, bizda yaxshi ko'pchilik kirishgan ishga. Sizni yana aytib ketish kerak. Sizlar paytingizda juniorlarga talab bor edi. Chunki xalqaro firmalar kelgan, bir nechtasi kelgan, ishlab yurgan middle senior hammasi chiqib ketgan edi anaqaga, xalqaro firmaga va bozor bo'shab qo'ygan edi. Bozor o'sha ishlab yurgan juniorlarni middle qilishgan, xullas ularning o'rniga middle juniorlarni olaverishgan. O'sha yillarda kursni tugating, $300, $500 oylik olasiz degan e'lonlar chiqardi ko'p joyda. U haqqoniy edi. Haqiqatan shunaqa bo'lgan. U lekin shu 1,5-2 yilcha bo'ldi, maksimum 2 yilcha bo'ldi. Shu bilan to'xtadi u. Ya'ni shu bozor to'yingungacha bo'ldi. Bozor to'yingundan keyin umuman hozir juniorlarga talab qolmadi. Hozir xuddi shunaqa juniorlarga вообще talab yo'q. Ish topish juda ham qiyin juniorlarga. Middle'larga ko'p. Middle seniorlarga ish qilyapti. Bemalol ish topsa bo'ladi. Hop, juniorlarga hali ish topish haqida bir alohida bir podkast qilamiz, xudo xolasa bitta suhbatlashamiz. Ammo o'sha juniordan middle'ga o'zingiz mustaqil ravishda chiqib olishingiz mumkin. Ya'ni loyihalar qilib, hokazo. Ammo u hozir chetga chiqib ketyapman-da. U boshqa mavzu. U haqida gaplashamiz. Zo'r. Keling endi nimaga qaytaylik? O'sha ishga kirdingiz ishga. Birinchi oyligingiz necha pul bo'ldi? Shu 2,5 2,5 million. Qo'lingizga tekkani. Ha. Nariyoqda 1 million 200. 8 oy ichida 8 oydan keyin 2,5 million so'm oylik olasiz. Xursand bo'lganmiz? Ha, xursand bo'lganman. Uydagilar xursand bo'lganmi? Ular biror "Vo, men uddaladim" deb, ana "Yes" deb, ha? Ha, shunaqa. Zo'r. Oylik o'zi oshib ketuvdim, yo borib janjallashib, oylikni oshiringlar deb. Shu men deydi proyektdagi rolimizga qarab o'zi oyligimizni oshirishdi. Aha, zo'r. Birinchi qaysi proyektga kirdingiz? Birinchi qiyin bo'lmaganmi? Mayli, proyekt nomini aytmasangiz ham, chunki ichkarida o'zining proyektlari bor. Qiyin bo'lmaganmi proyekt? Birinchi proyekt qiyin bo'lgan, tushunmaganman. Qanday jarayon ketayotganini tushunmaganman. Keyin bizga bir biriktirishdi. Ustoz biriktirishdi. Shu tushuntirardi. Team lead-da, ha. Keyin tushunmasdim bir aytgandan. Bir aytgandan tushunmasdim. Shu gap eshitib, urib sakatib o'rgatdi-da. Qiyin bo'lganda birinchi tushunmaganman ichidan. Ichkarida yurgan paytingiz bo'ldi, men tortolmas ekanman, bu yoqmadi deb ketaman bu yerdan ishdan degan fikr bo'lmaganmi? Bo'lgan unaqa ham. Tortolmasam kerak deb. Keyin o'rganib shu yonimizdagilar o'rganib ketgan, moslashib ketganman keyin. Zo'r. Любой bitta joyga kirganda
3 oygacha shunaqa holat bo'ladi hammada. Yoqmadi menga, ya'ni proyektni tushunmaydi, yoqmadi menga, bunaqa ketaman degan fikr bo'ladi. Va qayerga kiraman hamma joyda shunaqa bo'lganda. Ustelecomda bo'lgan, ya'ni Uzonline'da bo'lgan, Beeline'da shunaqa bo'lgan. Hop, keyin kichkinalarni sanamayman. Yepamda xuddi shunaqa bo'lgan. Proyekt yoqmadi menga, surib yuboraman bu yerda deganman. 3 yil bo'ldi shu yerda ishlab yuribman bitta proyektda. Chunki boshida menga yoqmagan proyektda, keyin o'rganishib bu normal holat, hamma boshida o'tadi. Zo'r. Demak, ishga kirdingiz, ishlab yuribsiz. Ishda eng shu siz qiynalgan, deylik, loyiha qanday bo'lgan? Oson vazifani o'zi bo'lmagan, hammasida o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lgan. Ha, tushunarli. Eng yoqqan loyiha qaysi bo'lgan? Ya'ni eng yoqqan loyiha, bir nechta loyihada ishlagansiz-mi yo bitta loyihada ishlayapsizmi haligacha? Yo'q, ko'p loyihada ishlaganman. Eng yoqqani qaysi bo'lgan? Eng yoqqani shu mahalla degan dastur qilganmiz. Shu yoqqan. Nimasi bilan? Ko'p ishlaganmisiz yo boshidan qilganmisiz? Shu proyektni boshidan boshlaganman. Boshidan boshlaganingizcha o'ziga yoqqan. Shu o'zimga yoqqan. Qolganlari hamma joyini tushunganman, ko'p joyini tushunganim uchun shu yoqqan. Tushunarli. Noldan qilganingiz uchun o'ziga yoqqan. Zo'r. Tushunarli. Yaxshi. Ko'pchilik o'sha kutayotgan savol, hozir necha pul oylik olasiz? Hozirda olayotgan oyligim 2000 atrofida. Ozga balandroq. Ozga. Dollarda berishadi, so'mda berishadimi? So'mda berishadi. Yaxshi. Hozir Yepamda ham so'mda beradi. O'sha davlat kursiga moslashtirib, menga yoqadigan joyi har oy o'sha yangi kursda beradi-da, yangi kursda olib, shu oylikni ishqilab tashlab beradi. Avansi ham, unaqa ham zo'r. Sizlarda avans beradimi? Beradi. Zo'r. Hop, yana bitta savol, qayerga ketib shuncha pul? Uy olganmiz. Shu uyga kreditga to'layapmiz. Hozirgina. O'zingiz olgansiz. Boshlang'ich to'lovda uydagilar yordam bergan, kreditni men to'layapman. Toshkentdan. Toshkentdan. Zo'r. O'zingiz kelib, Toshkentdan uy olib, xudo xolasa uni ham to'lab bildingiz. Ozgina qoldi. Oz qoldi xudo xolasa. Boya o'sha bu nimadan syomkadan oldin gapirib berdingiz, o'shuning uchun men xabarim bor, shuning uchun aytyapman-da. Zo'r. Bu ko'pchilik orzu qiladigan bir hayot desam bo'ladi-da, chunki ko'pchilik kelib Toshkentga qiynalib pul topishda yuriydi. Siz Allohga shukr, sizda zo'r ketyapti, o'xshayapti. Bundan buyog'iga ham o'xshasin, zo'r bo'lsin. Va juniorlarga qanday maslahat berasiz? Hozirgi endi dasturchi bo'lmoqchi bo'lganlarga qanday maslahatlar berasiz? Hozirgi dasturchilikka qiziqqan bolalarga maslahatim ko'proq o'qish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Yaxshi o'qituvchi topib, shundan o'rganish kerak. Masalan, Bobur aka mana onlayn darslarni bor, offlayn darslar ham bor. Onlayn darslar bor. Shularni olib o'rgansa bo'ladi. Keyin vaqtini behuda sarflamaslik kerak. To'g'ri aytdingiz. Maslahat uchun katta rahmat. Hozirgi yoshlar o'sha TikTokda o'tiradi, Instagramda o'tiradi, 2 soat, 3 soat vaqtini shundan sarflab qo'yapti. Va o'rganganda ham o'sha qisqa oddiy narsa o'rganib, ya'ni to'liqroq loyiha qilib o'rganishga harakat qilmaydi. Shu o'rganayotganda ham shu yaxshiroq manba topib o'sha manbadan o'rgansa bo'ladi. O'zimizda onlayn kurslar bor. Xohlasangiz onlayn o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz offlayn. Video Xabtushkurs portalida o'sha onlayn darslarni qo'yganmiz. Koduz kanalidan o'sha darslarni ma'lum bir miqdorlarini joylashtirib qo'yganmiz. Ulardan bemalol ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Jigarlar, shuning bilan suhbatimizni tugatamiz. Bu suhbat birinchi suhbatlardan bo'ldi. Kamchiliklar bo'ldi. O'sha kamchiliklar uchun ming bor uzr so'raymiz. Xudo xohlasa bu kamchiliklarni shu keyingi suhbatlarda chiroyli qilib to'g'rilab ketamiz. Esingizda bo'lsa, Koduzga birinchi videolar chiqargan paytim, bu men u paytda endi shu institut yurgan paytlarim bo'lgan. Ovozi past, faqat ekrankani o'zi bo'lgan o'sha paytda video upload qilganmiz. Va hozir mana ko'ryapsizlar, chiroyli formatda, chiroyli ko'rinishda bir nechta kamera orqali olib o'sha video darsni chiqaramiz. Ya'ni o'rtasida ancha farq bor. Kassasida ham, dars berishda ham. Bu xudo xolasa mana bu ham shunaqa to'g'rilanadi. O'sha kamchiliklarni sekin-sekin to'g'rilab, chiroyli bir format shakliga olib kelamiz. Xo'p, savollar agar sizlarda shu bilmoqchi bo'lgan,
qiziqayotgan qanday savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsangizlar, o'sha savollarni xudo xohlasa keyingi mehmonimizga tayyorlab chiroyli qilib beramiz va kamchiliklar bo'lsa ularni ham yozib qoldiring, ularni xudo xohlasa keyingi suhbatlarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Rustamjon kelganingiz uchun katta rahmat. O'ylayman shu bu chiroyli bir suhbat bo'ldi va yosh o'rganuvchilarga ham faqat mehnat qilinglar, faqat o'qinglar. O'sha 2 oyda aytishlik bo'lasiz, 3 oyda aytishlik bo'lasiz degan o'sha mashinliklar gaplariga e'tibor qilmasdan to'liq mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Hop, o'zimizning kalit so'zimiz bor. O'sha kalit so'z bilan men bu videomizni tugatmoqchiman. Har doimgidek don't be silly and develop your brain.